Shirin, dugonangizga tegamiz, srochnaga. Ha, конечно. Shuni uzatolmay o'tirmiz. Rostdan tegaman desa men olaman. Nikohni. Tegadi. Hozir faqat bunga hozir $500 kerak. Aqlini. Nima qiladi $500? O'rtog'im. Yerga tegadigan qiz sepiga o'ziga hojat qilishga pul kerak-da aka. Siz sraz olib ketmaysiz-ku tekindan tekin. Yo'q, xotga hali alohida berasiz. Qalin pulini, mahar pulini o'zim beraman, nechchi? Yo'q, bu-chi, mana Alikam bilan gaplashib deb telefon olib, pulini to'lash kerak hozir. Nomerlarini bersin-chi lichkada, men o'zim отдельно gaplashaymi shu qismi. Kim bilan kim gaplashib ketyapti? Cho'ta tushmay qoldi. Siz men og'zingizni ochib, o'yningizni o'ynab o'tirsangiz, nega energiya beraveramiz mana shu yerdan? Dugonasiga xaridor chiqyapti. Ha, videoshining egasi bor-da aka. Muqaddam. Ha, Muqtar. Aka olgan. Akani oti kim edi? Admin ekan. Admin ekan. Adminda. Adminni oldi aytib to'liq gaplashamiz. Aka, menda yo'q aka. Tavbat men sizlar qatori, hammanglar qatori bir xil odamman. Va ana xonani ko'proq qilaymi? Chiqasizlarmi? Ha, qiling-da. Xonani ko'paytirsangiz odam ko'payadi. Yo'q, chiqishsa ko'paytiraman-da, voy chiqishmasa bekorga naqqimayman deb. Nima? O dugonangizga ayting-chi, menga lichkasidan nimaga kiradimi? Shunaqa efirga kiradimi, kirmaymi? O'tiribdi-yu mana nega? Karbyurator, brat. Qani anji kuku qilsinchi. Anji kuku qilolmaydi hozir. Oy. Kamerangizni o'chirib olasiz shekilli, походу. Nimaga? Ha. Xaridor ko'payib ketyapti deysiz-da. Mandami? Eng qizig'i bu yoqqa xaridor olmayapti. Hamma o'rtog'iga xaridor olyapti. Xaridor bo'lmay qo'yolmaysizlarmi? Nima kerak bu? Bigolayga beringlar xaridor bo'l. Uchastkovoy qani? Uchastkovoy. Uchastkovoy bilmayman. Obbo, uchastkovoy. Moni yozing. $500 Nikina nima deysizmi? Ne? Toshlar. Nikinami? Aliga turmushga chiqishga rozi. Голову стреляет, Pizdet. Siz $500 bering hali Nigiga keyin. Ha, Nikiga Ali $500 beradi. Mana o kunda deb yozing ro'yxatga aka. Qani siz? Bugun kerak. Voy, mana u kuni qilmang. Menda birinchi kuni oylik olaman-da. Hozir qayerga oylik olaman? Hozir ishdaman. Birinchi kuni как положено oylik tegadi. Endi o'zingizlar gaplashib olasizlar uni Nigi bilan. Nima? Lekin men uni musofirga olib ketaman. Shunga rozimi? Musofirda uy. O'z vaqtimga kerak emas, olib ketaring. $500 da berib olib ketavering, qortayiga qo'yamdan. Yo'q, qortayiga olib bormayman aka. Yo'q, qarang, $500 Nigiga berasiz. $500 menga berasiz, keyin Nigini beraman. Bo'lmasam yo'q. Nigini esdan chiqadi. Sizga $500, unga $500 beraman. O qizimizni beryapmiz-ku. Siz dugonangizni uzatyapsiz-ku, qizingizmi yo'q? O'xshadi. To'xtanglar. Nega nima derkin o'zi, aslini ham bir so'ranglar. Nega rozi? Ha, deyapti. O'rta. Aka, siz kinoyingiz ko'rib o'tiravering aka. Nega rozimisiz? Короче, $500 bersalar rozimisan? Ha. O'zinglar. $500 bersalar rozimisan deyapman. Ha, deyapti. Mana Umar akam nimadir derlar balki. Umar aka damiz chiqmay qoldi. Nima deysiz? Nima bo'lyapti? $500 da ko'tarilar ekan. Nigina. Gapiring, $600, $700, $800. O, nima Alloh taolo siz
o'zi odam zoti nima qilgani yaratganmi bu dunyoga? Tushunmay qoldim men. Alloh taolo bizni Savdolashgani yaratgan bu biz baxtli bo'lib Ya, juftini baxtga, topib brat, yaratgan. Qarang, brat. Baxt Ha, deyapsiz. qarab turibdi. Bu savdolashgan. Bo'ldi bo'lmasa. Hayvon bo'lsa ekan boshqaga. Ya o'zlari aytyapti-yu. Men pul kerak ekan. Qo'yinglar, unaqa savdo bu. Hazillashmoqmiz. Voy Umar aka, voy siz ham birpas seryozni olib Men ketgansiz. yomon ko'raman-da, prosta odam savdosi qilgan odamni. Bo'pti. Hazillashmang. Hazil- Ya bo'pti, pul yo'q. Mehrimni barini beraman. Rozimi turmush qurishga? Mana mehr beraman. Ko'ngil qo'yaman, mehr beraman. Bo'tni ham berib tashlang, brat, zaodno man. Yo, potni bermayman. Pot o'zimga ketdi. Nega bo'lmadi?